Assalomu alaykum. Bizning praktikamiz boshlanganiga 2 soatdan oshdi o'zi. Hamma bitirib ketdi. Biz 2 soatdan beri o'tiribmiz. Bu уже ikkinchi qurilmamiz. Boshqatdan yig'ib nastroyka qilayotgan qurilmamiz. Problemani topolmayapti. Nimani hisobiga bunaqa bo'lyapti? Hamma narsani terib ko'rdi. ChatGPTni ham ishlatib ko'rdi. Yordam bermadi. Oxiri kichkinagina bitta nyuans bor ekan, o'sha esdan chiqib qolgani hisobiga bunaqa problem bo'libdi. Bu nüansimiz nima desanglar, biza o'z kompyuterlarimizga defaultni gateway, ya'ni shluz bermaganmiz. Biza routerni qaytadan nastroyka qildik. Switchni qaytadan nastroyka qildik. Hamma gatewaylarni to'g'irladik va Ethernet kabellarimizni ham tekshirib chiqdik, lekin o'xshamadi. Va oxiri o'tirib yana qaytadan nastroyka qilib, уже 3-marta nastroyka qilayotganimizda kompyuterlarimizda shluz berilmagani aniq bo'ldi. Shundan keyin oxiri topdik. Bu dars va kelajakda bunaqa xatolik qilmaymiz.